بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 219 Babu ma yu'tal abdu ala rifqi. Bandaga muloyim bo'lganligi uchun nima berilishi haqida. 472 hadis Abdullah ibn Mughaffal radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Anin Nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Inna Alloha rafiqun yuhibbur rifqa va yu'ti alayhi ma la yu'ti ala al-'unfi." Albatta Alloh taolo muloyimdir va muloyimlikni yaxshi ko'radir. Va muloyimlik uchun qo'pollikka bermagan narsasini beradi. Ya'ni muloyimlikka alohida Alloh taolo mukofot, ajr, savob, darajatlar berar ekan. Shuning uchun mo'min banda muloyim, yumshoq, nihoyatda bir xushmuomala inson bo'lishi kerak ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 220 bab taskin bobi 473 hadis Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Qala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam: "Yassiru va la tu'assiru va sakkinu va la tunaffiru." Yengillashtiringlar, og'irlashtirmanglar. Sokinlashtirlaring, nafrat qildirmangiz. Bu juda ham to'rtta demak amrdan iborat bo'lgan hadis olam ma'noga ega. Bu ko'proq mo'min musulmonlar ichida diniy ta'limotni tarqatadigan, kishilarga din ahkomini yetkazadigan odamlarga qaratilgan. Ko'proq shu Yamanga jo'nab ketayotgan Muaz ibn Jabal va u kishining sheriklariga u yerga borganda odamlar bilan qanaqa muomala qilishni o'rgatayotgan paytlarda Rasululloh akram alayhisolatu vassalom mana shu nasihatni qilganlar. Islomni, umuman hayotdagi gaplarni sizlar yengilini olinglar, og'irlashtirmalaringiz. Rasululloh akram alayhisolatu vassalomning o'zlari Alloh taolo tarafidan ikki narsa turibdi. Xohlaganingni ol, uni qilsang ham bo'ladi, buni qilsang ham bo'ladi desa, doim yengilini olganlar. Shuning uchun mana shu bilimdan odamlar mo'min musulmonlar bilan muomala qilayotganda, shariatning ahkomlarini bayon qilayotganda, savollariga javob berayotganda, fatvo berayotganda doim yengil tarafni olishlari kerak. Bu Rasulullohning vasiyatlari, Rasulullohning amrlari, o'rgatganlari, uslublari o'zlari qilgan narsa. Yana aytadilarki, sukunat, xursandchilik tarafini olinglar, nafrat qiladigan tarafini olmanglar. Endi hozirgi kunga kelib teskari. Oyat turibdi, hadis turibdi, hamma narsa turibdi, yengillik, yo'q, men uni qilaman, falon yerda unisi bor, bunisi bo'lmaydi. Mana shu tarafini olishadi. Ha, bir targ'ibotga kelganda albatta shu do'zaxni qa'riga tushirib, odamlarni o'sha yoqqa burib, hamma yarafini shu odamlarning nafratini qo'ziydigan xatti-harakat, gap so'zlarni qilishadi. Ularning hammasi mana payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning hadislariga zid, u kishini ko'rsatgan yo'llariga zid, o'rgatgan ta'limotlariga zid narsa bo'ladi. Ana shunday odamlar o'zlaricha bir kishilarga diniy ta'limotlarni yetkazish borasida ilmlari yo'q, uslublarni o'rganmagan, mana bunaqa hadislarni tushunib yetmagan kishilar o'zlaricha harakat qilib, qoch qo'yaman deb ko'z chiqarishib qo'yadi, ko'pchilikning oldida demak noqulay holatlarni kelib chiqishiga sabab bo'lishadi. 474 hadis Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinar ekan. Aytiladiki, nazala dayfun fi bani Isroil va fi ad-dari kalbatun lahum. Faqalu ya kalba la tanbahi ala dayfina. Fasihna al-jarra'u fi batniha. فذكروا للنبي لهم فقال إن مثل هذا كمثل أمة تكون بعدكم يغلب سفهاؤها علماءها. Bani Isroil qavmiga bir mehmon keldi. U kirib mehmon bo'layotgan hovlida bir it bor ekan. Hovlining egalari haligi itga aytdiki, "Ey it, vovullab qurib mehmonni tan bezovta qilmadi." deb itni demak mahkam
ushabdi. Lekin itni qornida yeb olgan narsalari bor ekan, ular demakdan undan ovoz chiqib boshqa olib, mehmon bezovta bo'ldi, noxush bo'ldi. Shuni aytadilar Rasululloh, mana shu gapni Rasulullohga odamlar kelib aytishdi, shunaqa bo'lgan ekan bir vaqtda. Desalar, Rasululloh aytdilar, xuddi buni debdi, misoli sizlardan keyin keladigan ba'zi qavmlarga o'xshaydi. Ularda esi pastlar ulamolardan ustun bo'ladi debdi. Safih degani arab tilida esi past degani. Sufaha degani esi pastlar. Ana shu sizlardan keyin keladigan bir qavmlar bo'ladi. Ulardagi esi pastlar ulamolardan ustun keladi. G'olib keladi. Mana shu itni misoli xuddi o'shunga o'xshaydi. Agar itni tek qo'yishib qo'ysa, bir ilm bilan tasarruf qilsa, mehmoni nima bo'lmas edi. O'zlaridan o'zlari itni tinchitaman, bolam deb battarroq narsani qo'zishib qo'ydi.